Hop, shu o'yinda mana hozir ochdik. Hop, salofanidan ochib, ichidan kartochka chiqargan. Raqamli, raqamsiz. Bitta qopchasi va shunaqa o'yin daska ranglari 8 tadan olovrang 8 ta, qizil 8 ta, yashil 8 ta, sariq va moviy rang 8 ta. 8 ta 8 ta bo'lar ekan, ikkita o'yinchi bo'lganligi uchun uni teng ikkidan bo'linadi, ya'ni to'rttadan bo'lib turib ikki tarafga berasizlar. Kolokolchigi bor. Mana kolokolchigi. Hop, birinchi kartochkamizni ochamiz. Mana kartochkamiz ham ochildi. Kartochkalar ular raqamli. Hozir tushuntiraman nima uchun raqam qo'yilgan. Bu tomon 3D. Hop. Agar shuni olsak, orqasi ham oldi ham bir xil mana. Bir xil bo'ladi. Ikkala bolaga bir xil ko'rinishda bo'lishi kerak. O'rtaga qo'yib qo'yamiz. Ikkala bola mana shu shaklda yig'ish kerak. Mana ko'k tepada, bu pastda qilib, ob'yom qilib 3D qilib yig'ish kerak bu. Endi raqamli bo'lsa, mana raqamlida old orqali bo'ladi. Ko'rib turganlaridek. Shunga qo'yiladi. Qo'ysa, demak, bu 1 degani bitta qizil qo'yasan degani. Yashil, mana 3 ta yashil degani, 3 ta yashil ustiga qo'yib, 3 ta yashil terasan degani. Demak, bu 3 ta yashil bitta, 4 ta bo'ladi. Bu qo'lidagi nimadan, kubidan boshqa vazifa berilmaydi. Sariqdan, mana olovrangdanmi 2 ta qo'yasan degan. Shunaqa qilib qo'yib borlar. Ikki tomon bir xil bo'ladi. Bola o'ynaganda qaysi bola tez yig'sa, shu bola g'olib bo'ladi. Shunaqa o'yin. Kartochkalari ko'p, mana juda ham ko'p. Telefon qilsanglar, Toshkent shahar ichiga dostavka bepul yetkazib beramiz. Assalomu alaykum.